Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi fuqarolarga avgust oyida kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha fuqarolar videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Obuna tugmachasini bosib kanalimizga qo'shilib qo'yganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat! O'zgidromet O'zbekistonda 2026-yil avgust oyi uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, oy boshidan respublika bo'ylab juda issiq va quruq ob-havo kuzatilishi, oy oxiriga borib esa harorat asta-sekin pastlashi kutilmoqda. Mutaxassislar qayd etishicha, avgust oyida o'rtacha oylik harorat iyulga nisbatan 1,5-2,5 daraja past bo'ladi, biroq oy baribir yilning eng issiq oylaridan biri bo'lib qoladi. So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi ta'sirida avgust oyida o'rtacha harorat ham oshib bormoqda. 1991-2020-yillar davrida o'rtacha ko'rsatkichlar 1961 va 1990-yillarga nisbatan 1,2-1,5 daraja yuqori bo'lgan. Respublikaning katta qismida avgust oyida o'rtacha maksimal harorat 35-37 darajani, janubda va cho'l hududlarda esa 38-40 darajani tashkil etadi. Eng issiq kunlar harorat odatda 38-39 darajagacha, janubda va cho'l hududlarida esa 41-43 darajagacha ko'tariladi. Kuzatuvlar tahlili esa ayrim hududlarda 44-47 darajagacha issiq bo'lishini ko'rsatmoqda. Avgust oyida qanday ob-havo kuzatiladi? O'zgidromet prognozlariga ko'ra, avgust oyi quruq va biroz iliq ob-havo bilan kuzatiladi. 1-2 avgust kunlari havo harorati respublikaning aksariyat hududlarida 38-41 darajagacha, janubda va cho'l hududlarda esa 42-43 darajagacha ko'tariladi. Shuningdek, so'nggi hafta fonida 3-5 daraja pastlaydi. Oy davomida kuzatiladigan harorat asosan 33-38 daraja atrofida bo'ladi. Ayrim hududlarimizda 40 darajagacha yetishi mumkin. Prognozlarga ko'ra, oyning oxiriga kelib O'zbekiston hududiga nisbatan salqin ob-havo kirib kelishi mumkin. Natijada kunduz kunlari harorat asta-sekin 25-30 darajagacha pastlaydi. Kechalari esa oyning birinchi yarmida 24-27 darajagacha, ikkinchi yarmida esa 17-22 darajagacha, avgust oxiriga borib esa 12-15 darajagacha tushishi prognoz qilinmoqda.